Etifon sepganingizdan keyin ochiladi mashinaga o'xshagan. Pastdan ochila boshlaydi. Necha gram bo'ladi bilasizlarmi? Kecha men Xorazmda o'lchattirdim. Etifon sepgan dalamiz ochilgan. 18-da sepuvdik. 15 gram. Ikkitasi. Mashina ikkitasini olib o'lchagan 15 gram, 7,5 gramdan chiqadi. To'g'rimi? 8 gram Termizda ochilganlar. U 15 gram, bu 8 gram. U ham pastdan ochilgan, bu ham pastdan ochilgan. Mana bu tabiiy ochilgan. Mana ko'rdingizmi bo'ladi? Nima o'zgardi? Nima uchun Xorazmda 15 gramdan ikkitasi chiqyapti? Olsangiz. Yoki 3tasini qo'ydik 21 gram. Nimaga bu? Algindan sababi bu hali ovqat yemadi. U ovqat yeb ochildi. Kapillarlari ochildi. U ovqat yeya boshladi. Juda katta farqi bor. Buni sizlar tushunishinglar kerak. Shuning uchun mana shunaqa o'zgarish bo'ladi. 12-kuni kelsangiz dala to'zib ketgan bo'ladi, qizargan bo'ladi, ko'saklar ham qizarib ketadi. Mana bu ko'saklar ham qip-qizil bo'lib ketadi ba'zilari. Tepadagi mayda ko'saklar pirtay bo'lib qoladi, tashlab yuboradi. Gul bo'lmaydi. Ishtiyog'i so'nadi paxta. Bo'ldi, endi o'smaydi. Shuning uchun bargi to'kishimiz kerak. Bargi to'kish kerak. Avgron bilan to'kamiz. Hali qolgan qutgani ham turibdi bargda. Avgron sepamiz, yumshoq ta'sir qiluvchi. Birta sepamiz, tushib ketadi. Yana ovqat qolgan qutganini ham oladi. Yana bitta qog'amiz 2 marta tagigacha tushadi. Ko'pchiliklar bir marta sepatda terib yuboradi. Tagida barg qolib yotadi. Bu barg ilhaqlik ma'nosi. Hali demak omborlarni ochmayapti degani. Lekin barg qolib ketsa, mabodo ertaga desikatsiya kelamiz, tagiga yopishib qoladi. Buni yomonligi bargi paxtaga yopishib qoladi mana. Barg yopishdi-da bu. Barg yopishib qoladi. Xalaqit beradi. Bu barg yomon narsa. Shuning uchun mamlaqa yopishmaydi, toza chiqadi agar bargi kamroq bo'ladi. Shuning uchun toza terishimiz uchun bizga bu bargi tushirib olishimiz. Chunki bu barg kerak emas endi. Ovqatini olib oldik. Ilgari xatoyimiz, ovqatini olmasdan to'kardik. Hozir ovqatini olib oldik. Etifonni septirayotganim ovqatini olib olaylik deyapman. Sizlar to'g'ri tushuninglar. Ko'zingizga yaxshi ko'rinyapti, lekin ovqati qolib ketardi shu ovqat. Yashil bo'lib. Hozir ovqatni olyapti. Shuning uchun og'ir bo'ladi. Shuning uchun nima qilasizlar, hurmatli fermerlar? Bargini tushirib olish kerak. Bu 8-demak 12 bo'ladigan bo'lsa avgustda 12-kuni bitta sepas, 20-kuni bitta sepas yalang'och bo'ladi. 1-sentyabrga dalalar yalang'och bo'ladi. Yalang'och dala qip-qizil poyalik, yarmi yashil, ko'saklari pastda mana 4-5 ta ochilgan, tepadan ochilish boshlagan. Lekin bu paxta pishdi emas. O'shanda ham tersa bo'ladi deydi ko'pchilik. Bu avgrondan keyin yaxshiroq ochilib ketadi, 50% gacha ochilib ketadi. Lekin buni termaymiz. Nimaga? Buni eng katta ma'nosi hozir quritamiz. Quritish, desikatsiya qilamiz. Magniy xlorid bilan qo'rqmasdan 1-sentyabrdan kech qolmasdan 15 litrdan 5 litr separdim-u, pirtay bo'lib qolib, qo'rqmang, pirtay bo'lmaydi, nimaga etifon sepdingiz. Shu bilan sepas, katta maqsad quritish kerak. Tanani og'risi, tana og'risi. U yoqdan shakar chiqaveradi. Tana haligi ko'sakka tuz tegsa, voy deb yig'lasa, onasi ovqat beraveradi.